Mebellarimizni ichki ko'rinishini ochiqchasiga ko'rsataman. Ko'pchilik yumshoq mebel xarid qilayotganda gulokni ichki qismlari 1 yilga bormay sinib ketishidan qo'rqishadi. Hozir sizlarga ustiga chiqib sakraganda ham yillar davomida o'z holatini yo'qotmaydigan gulokda ichlari qanday bo'lishini tushuntirib beraman. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi navbatda gulokni yon qismlariga 0.5 MDF yupqa emas, 1.6 dispdan foydalanamiz. Bu gulokni yog'ochlarini ancha mustahkam holatda ushlab berib turadi. Hop, ikkinchi navbatda gulokimiz yog'ochlari, e'tibor berasizlar, rossiyskiy yog'ochdan foydalanganmiz. 4.5 ga 2 razmerda ancha mustahkam holatda ushlab berib turadi. Yonlariga ham qo'shimcha reykalarni qo'yib ancha mustahkam holatda qotirganmiz. Aynan shu joyga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Aynan dispiga o'ziga qotirib qo'yishadi. Eng muhim qismi gulokni karkasini ustiga div qo'yganmiz. Bu bosim bir joyga tushmaydi, bosimni yoyib yuboradi. Gulokni ancha mustahkam holatda ushlab berib turadi. Ustiga prujina hamda porolon qo'yiladi. Ushbu karkaslari yillar davomida xizmat qila oladigan karkas hisoblanadi. Sinovlardan o'tgan. Ichki mustahkamligidan qo'rqish keragi yo'q. Biz o'z guloklarimizni baquvvatligiga kafolat beramiz. Eng muhimi, dastlabkamiz O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yumshoq mebel xarid qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga ulashib qo'ying.